Qo'shni salarkan narxi ham ko'tarilib ketdi. Hech ishimiz qo'yishmaydi. Qachon qaramay shuni toptirgan. Ana nerigi mahalladagi Jobir kalosh bor-ku, ash Amerika bor, trak haydab yotibdi. Jentra malibilarni qilib vashfa bo'lib ketdi. Ularga ishimiz qila olmaymiz. Biz fafa bugunimiz keladi. To'g'ri aytaysan, biz ham fafa bo'lishimiz kerak. Nima keragi bor? Amerika uzoqku. Undan ko'ra Xitoy chiqib qo'ya qolaylik. Xitoyda zo'r pul bo'libdi. Ana BBC kelibdi. Hamma yangilik ajinda. Voy BBC. Avtobuschi bo'lsangiz o'zingizga Furepitan sizga bor-ku, o'rib qo'ygizar qilib beraman. Mana ushab qo'ying. Mana ushab qo'ying. Yana o'sha aytibdi, Davud. Keldi BBC, nima yangilik? Bizda tinmay teshli diviziyani bor, ozgina yordamingni kerak. Bo'ldi, nima deyishini? Ana Sobir bor-ku, salarkasida urib qo'ygan, ozgina aha deb sotishib qo'ysana, grif qilib beraman. Bo'ldi. Furechilar oldamaysizlarmi? Urachilar fafa bo'ladi. Bo'ldi, ketdi. Bu o'tgan safarga o'xshagan salarka o'g'irlik salarka emasmi bo'ldi? Yo, fafa oqomlarniki. O'tijan bo'li emas meniki. Ha, fafa shu kishimi? Ha, pulni bering. Mana puli. Tamam. Ketdi. O'quvni ham oldi, lavzmi? Ama qarada, Qodirokan ishini qilma. Xotirjam bo'linglar, ketdi, adashtirmayman sizlarni. Bu Olmazorda joylashgan shashlik house bo'ladi. Bu yerda Ramazon aksiyasi ketdi-da. Hammasi 5 xil shashliklarimiz 10 ming so'mdan narxi belgilangan. Bu qanaqa shashlik? Dumba, Buchi, filet, buchi, jigar, buchi, qiyma, buchi. tovuq. Ustovoqlar ham ko'payib ketdi-da. Xullas, nechta shashligingiz? 5 ta. 5 ta. Okey, ikkitadan qo'yib qo'ying. Bitta so'rash bor-da. Kasatgani shashilgan bormi beni? Bu 40 xildan ortiq bo'lib ketdi. Oka, u qo'l ko'taribdi, oka, hammasini pulini beradi. Qo'shni BBC aldab ketmasa bo'ldi-da. Ya, aldamaydi. İdişam hiç tükemes ekamda. Sana aytdim, ishonma deb. Ha, indamay aytdi, tutib oli BBC'ni fafa qilib.